Mehrli ko'ziga bir to'yib qarab, dunyo ishlarini bir chekka surib, vijdoni borlar bolangiz asrang. Dunyoni holidan xabarsiz kishi, mazmunsiz umri bahor o'qishi, hech qachon tugamas bu dunyo ishi. Muqaddas yerni, tabiatni asrab. G'azamda yoqqanda chiqayotgan tutun atmosferadagi kislorod miqdorini kamaytiradi. Ayniqsa chalayotgan xazon o'zidan zararli gazlar chiqaradi. Zaharli havodan nafas olgan kishining nafas yo'llari, ko'zi, asab tolalari shikastlanadi. Shu bilan birga xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Zararli havo ayniqsa bolalarga yomon ta'sir qiladi. Sintetik mahsulotlarni tashlash tuproqni, suvni va havoni zaharlaydi. Ular 100 yillar parchalanmaydi va oxir-oqibat insonlarga zarar yetkazadi. Har bir tashlangan plastik kelajak avlodga qoldirilgan muammodir. Tabiatni asrash o'zimizni asrashdir. Falda 100 yilgacha. Plastik idishlar 100 yildan 200 yilgacha. Sakkiz 30 yilgacha. Yelim xaltalar 200 yilgacha. Bolay tagligi 600 yilgacha. Alyuminiy idishlar 500 yilgacha. Batareykalar 200 yilgacha. Gubkalar 200 yilgacha. Shisha hech qachon chirimaydi. Go'dak bolalar